Oldin farmoyish va buyruq bilan boshqarardingiz. Keyin dunyo qoidalari bilan boshqarishga o'tdi. 3-stepen challenge, ya'ni возможностьlar, Everestga chiqish, davay. Yoshlar ham ishga kelganda, siz zametите mana yoshlar. Ularga bunaqa buyruq, do'q popsa o'tmayapti-da. А если они чувствуют, что им неинтересно, ya'ni energiyam ketib qolyapti desa, menga to'g'ri kelmaydi-da so'radi. Ma'noni ko'rmasa, qiziq bo'lmasa, bizani mana shunday skechimiz qizig'mi emasmi, bu ishni qildingda bo'ldi. Rovna 8:30 9:00 hozir bular sekin rafta olib, 11 ga kelib bitta chet elda ham rolik chiqqan. HR telefon qilyapti-da, nima kelmading desa, keldim, lift ishlamayapti ekan. Biz ikkinchi etajdamiz desa, bo'ldi, men uyga ketdim dedi. Ko'rdingizmi uni? Yo'q. U HR zapislar qilganda, yangi pokoleniya. Sen nima kelmading ishga desa, kafeniga bordim, menga kofeni chataq qilib berdi. Nasriyam вообще buzildi. Qila olmadi kapuchinani. O'shanga bugun kun meniki emas ekan, o'shanga uyga ketdim deydi. Uchinchisi telefon qilyapti. Rostda yigit olyapti qizga. Qani u desa, uning nasriyasi yo'q. Ber turgan desa, yo'q, bugun men tug'ilgan kunim. Uning nasriyasi u bugun ishga chiqmaydi deyapti. Buni Amerikada ko'rib, hozir o'zimdagi yoshlarga qarayapman deb, xuddi shunaqa-da. Bezot aka. Maza qildi. Hozir biza tog'da почти 2 kilometr tepalikda bu yerda ko'l bor, Nefrit degan. Tabiatda o'tiribmiz. Bugun payshanba, ish kuni. Ertalabdan beri telefonimiz ishlamaydi bu yerda. Antena ham yo'q. Nima bo'lyapti? Debitor, kreditor, sklad yonyaptimi? Mijozlar bilan nima? Haqiqatdan ishimiz ham yo'q. Mana shu tog'larda vibratsiyalar katta bo'lganda, qanaqadir boshqa energetika bo'lib, Alloh taoloning boshqa noz ne'matlarini bizga sochib qo'yganini mashaqqa chiqib, tomosha qilib ko'ryapmiz. Har xillikni tog'larga qarab tursangiz, bu yerda eshiklar ko'ringandek, har bir kapalikka maza qilib qaraysiz. Mana shu o'tda ushab maza qilasiz. Bizlar qanaqadir uydirma qasrlar qo'yib qo'yganmiz, uydirma dushmanlar, uydirma qo'rquvlar ko'p bo'ladi shaharda. Telefonga qarab o'tiramiz. Ko'zimizni ham, tanamizni ham qimillatmasdan. Meni toqqa chiqqanda shu bitta oyat esimga keladi. Yaxshilab qaragin, biror bitta nuqson topasanmi, yo'qmi? Faqat maza qilasiz. Bu yoqqa qaraysiz, tog', bu yoqqa daraxt, bu yoqda kapalik, bu yoqda baliq, bu yoqda suv. Keyin o'sha yozilgandek nazarda o'zingizga solasiz. Tabiatda umuman hech qanaqa nuqson yo'q. Faqatgina bizani sinchiklab mushkurligimiz qaysidir nosozlikni qidirishga topadi deb shuni tuzatamiz deymiz. Shuning uchun biznesda ham tabiatdan o'rganish kerak shu sistemani. O'zi hamma yo'q mukammal va komil qilingan, faqatgina nafsimiz orqali narsa yetishmagandek, mana shu dasturxonda yozilganda go'shtingizga qaraysiz, qo'shningizga qarasangiz, go'shti ko'proq ko'rinadi yoki nimaga
unga osh berdi, sizni oshingiz kelyapti yo'lda, ko'rolmaysizda, qani oshim deysiz, har xil xayollarga borasiz. Odam o'ziga dushman ekan. Shaharda, telefonda, internetda qo'rquvlar, har xil axborot, xabarlar keladi. Muvozanat va xotirjamlikni yo'qotamiz ekanda. Xotirjamlik yo'qolib, shu noshukurchilik paydo bo'lar ekan. Stress, depressiya degan narsalar kasal adagi bir tarqalib ketgan hammada. Hammasi vitamin oladi, uni nima qiladi? Kimdir dinga, kimdir ichkilikka, kimdir har xil narsalarga qidirib yuradi. Hamma o'z-o'zini qidirib yurar ekan. Nafas olib, o'pkalar tozalayapmiz. Havoni olib, yomon fikrlar, musullar qilib chiqib ketyapti. O'sha yerda mana kursuv qilib Tabiatga ko'proq chiqib turinglar. Mana shu telefon ishlamaydigan joylar. Faqat atrofga qaraysiz va siz atrof muhitda bir qismini deb o'zingizni sistemani bilib ichingizga nazar solasiz. Shuni keyin bilasizki, asosiy tadbirkorda ham, insonda ham dushmani o'zini nafsi, o'zligini bilmasligi, o'zi kimligini bilmasligidan qayoqqa borishni ham bilmaydi. Birovni yana uydirma g'oyalar bilan yashaydi. Tepada boshqacha vibratsiya. Negadir biza qo'rqamiz qoldirib ketgani. O'zimiz yasagan tizimda. Shu tavsiya, bir odam o'zini qidirish uchun shu mana tog'liklarga chiqib ketib, yaxshi bir jamoa bilan yoki oilaviy yoki o'zligini topish kerak. Bu qo'rquvlar ham bir olov bo'lganda soyalardan qo'rqadi. Chunki bu haqiqatdan uzoq qo'rquvlar. Mana bu yerda hozir chapki o'ngga qarasak, haqiqat turadi. Bu yerda hech narsa uydirma yo'q. Uydagi televizor, stol, Instagram, Facebook yasamalar emas. Mana hozir bulut ketdi, quyosh chiqdi. Bulut bo'lib yomg'ir yoqqanda ham mazza qildik. Quyosh chiqsa ham mazza qildik. Shukurchilikni sezganimizda xotirjamlik keladi. Xotirjamlik kelganda siz tepadan hammasidan nazar qolib, haqiqiy strategiyalarda miya tozalanib, loyihalar ichidan ketgandan keyin shu toza miya shu kosaga endi to'g'ri fikrlar keladi. Eng zo'r strategiya yashashni hozir sizlarga ko'rsataman, qanaqa qilib qiladi. Mana shu 4 ta stixiya. Yer, suv, havo, naroqda shashlik pishyapti. Hali uni hidi kelmaguncha biza beramiz o'zimizni shu tabiatga, Allohga shukr qilib maza qilamiz. Sog' bo'linglar.